Ko'pchilik eshitmagan bo'lsa kerak, ipoteka kreditlarining foiz stavkalari kamaytirildi. Agar sizning sharoitingiz subsidiya mezonlariga to'g'ri kelmasa, lekin rostdan ham uy olishga ehtiyojingiz bo'lsa va siz uchun past foizlarda ipoteka krediti kerak bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Video boshlashdan oldin shunga o'xshash foydali videolar muntazam chiqishi uchun like hamda obuna bilan qo'llab qo'ying. Men esa juda ham sodda tilda to'liq ma'lumot beraman. Endilikda ipoteka kreditini qayta moliyalashtirish kompaniyasi mablag'lari hisobidan avvallari 21,5% stavkasida ajratilgan ipoteka kreditlari endi 19,5% ga tushirildi. Ya'ni siz Toshkent shahridan 800 million so'mgacha, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda viloyatlardan esa 500 million so'mgacha bo'lgan ipoteka kreditini 20 yil muddatga boshlang'ich eng kamida 25% to'lovni amalga oshirib rasmiylashtirishingiz mumkin. Ushbu kreditni ipoteka kreditini qayta moliyalashtirish kompaniyasining hamkor banklari, ya'ni ushbu ro'yxatda ko'rsatilgan banklardan olishingiz mumkin. Ushbu kreditni olish uchun sizdan doimiy daromadga ega bo'lishingiz hamda qarz yukingiz 50% dan past bo'lishi talab etiladi. Videoni qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda bank faoliyatlariga doir sizga qo'shimcha savol bo'lsa, obuna bo'lib savolingizni bizga yuboring.